Assalomu alaykum, bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boruvchi aziz obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Ibrohimjon. Ko'rishinglar mumkin, mana bu ishimizni biz Quvasoyda boshlagan edik. Hozirda ishimiz yakunlandi. Ko'cha shapkamizni siz ko'rib turmoqdasiz. Ko'cha shapkamizni biz kobra fasonga, qoshli fasondan qilib, navoli kanalizlardan qilib berdik. Ishimiz sifatiga bitta ko'rib baho berib ko'rasizlar. Mana bu joyimizni ham biz tunika fondan o'rab qo'yib ketdik. Pianinolar qo'yib berdik. Darvozaxonamizga biz 2 dona kosmosimizdan o'rnatib berdik. Darvozaxonamizni biz Della fasonga navoli kanalizlardan qilib berdik. Bu yerga biz tilla rangi shikolat oq rangni aralashtirgan holda qilib berdik. Ko'rib turmoqdasizlar, tunika fonimizda hech qanaqa vanna yo'q mana. Bu yerga biz 0.35 tunikamizdan foydalandik. Endi ichkari darvozaxonamizni, ichkari shapkamizni ko'ramiz. Ichkari shapkamiz ham nariy tomon bilan bir xil ko'rinishda bo'lib ko'rib turmoqdasizlar bitta. Agar kimga shunaqa sifatli tunika fon xizmatlari kerak bo'lsa, tanlovda adashmanglar. Do'stlarga tarsa yuborib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Pastda nomer qoldiramiz, bog'lanishinglar mumkin.